Va mahallimizda bir akamiz vardı, onun bek kızık baran kıldı. Bunun apisi divan o'qiyotgan 80'lar kirgan ayol tuyuqsizlashda uydan chiqib ketib qoldi ekanda. Bir kun borsam do'konda bir tijorat qilib setib ekanto, oraliqda chiroyli qon degan nima fuqa deydi, nima bo'ldi desam, opamni ko'rdingmi deydi. Voy yo'q, sen yo'qchimi, nelar ketgan, nani istama deb shu oraliq turib edi. Ayol uydan chiqibla Tursunjon, menga bozordan bir jujudan bo'lsa bir 20 tal akab bergan bo'lsangiz boqatdan. Desa, akamiz turib ketib bir tal opam boqolmasa juju oqalamsa. Yumur emas bir şey, İslam kamlar bilan buğa ishni bir deb beray. Endi biz shu o'yin qo'yib, men qoldik İslam kamlar. Bu aloqachida birisi bor. O'yinning boshida bu shu aloqachi berib, yotoq, tomoq, kino xallan qishida bu biz o'yin qo'ydigan kino xallanni. Aqsda berib biz asla shu qushqa yotoq qishimiz, shu oshxona shu tomoq yeymiz, shu kino xalanda o'yin qo'yamiz. Bizning bir aloqachimiz bor-da, ammo bu aloqachi urlashtirib emasmi bu? Eski kinoxona olamdi, peshavorlik o'yli olamdi. Qo'yilaverdi-da bu. Bir kun qo'g'liq bir yerda urlashtirib qoldi bir kinoxonga bu aloqachi. İslam bilan borib o'yin qo'ydi. İslam yutlab kirdi, men kinoxona ichiga yozda kinoxonga kirsak, Zeyrana kinoxona tomlari degan o'rnib tushgan. Saykillari o'rivli kinoxona. Cho'p o'sib, o'rinliqni ko'rin olmaydi. O burnlarning limlari tushib ketgan bir kinoxonga u. İslamkam kirib tirikdi bo'ldi. Beşerde qo'yamiz qo'yinni. Beşerde qo'yimizki. Bu sportda jang qildi qo'yavdi. Yani kinonu büyüden gel. Ondan bu adam hem de rahmet adam şu kısaltta şu da çınarak adam yani. Bu adamın kısalt çınalığı mı bizni ketmeydi. Bu adamın her rakanda çınalığı kısa bizi kızgarıp bulundu bu adamın. Şu yüzler oyun koyup kettik. Meme yüz, Xudiye yüz, Arus'tan böyle yeni tamlada. Oyun koyumuz bugün yeni tamlı oyun koygan olsa akşam kayıp kelimiz. Kivitip 30'da bu adam. 30'un kendi oturup da odun işini bu adam. Ve 4'ün tatlı ben oyunlarla katlaşmayayım ben. İstanbul'da sağladı oyun koyup dizisi setemez bu. Ben katlaşmayayım ben. Ve erti beni amanlar buldu ben barmayayım oyunla. Değil mi da? Teşteke yakınız İslam kamını. Ve İslam kamı barmayayım ben. Buldu insanlar koyunlar oyunu. Tanda İslam kamı şirk koymuş. Dar şirk bağlanı ki bizden ömek başlayı. Yeniden pulunu şartlı çıkarır. Mana İslam kamı büyük şartmaz yapmasın pulunu şartlı koydu. Ve evet nerede koyduğun bulduk ha? Bugünkü programımızda biz el arasında özünün yumurluq gap sözleri, yumoristik mijazi karakteri arqılı tomoshabinlarimizga kulki va shodlik ado qilib kelayotgan xalq chaqchaqchilaridan Farhod Xo'jahmad aka bilan Javdat Rabqatni alayda taklif qildik. Bugun programmamizga xush kelibsizlar. Sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Özengülü bilinib turibdi. Bugungi bu ziyoratimiz balkim boshqa ziyoratlar qaraganda alaydaroq bo'lishi mumkin. Chunki riyosatchining gap xususiy deb qo'ydi. Amniyatda mana oldimizda o'tirgan bu ikki nafar azizimiz haqiqiy gap ustulardir. Unda da eng avval shu Farhodga sizdan so'rab boqsam, nurg'un kishilar endi chaqchaqni, yumurni biladi. Ammo bu chaqchaq bilan yumurni birga atalg'u deb o'ylab olganlar intayin ko'p ekan. Bo'libmi menga o'xshash mustaq chaqchaq so'rovlarga berib boqmagan yangi yoshlar taz aramaydi-ku deyman. Bu yerda eng avval bir tushuncha berib o'tibsiz. Endi bu vaqtda tushuncha bersam, men bu vaqtda to'liq tushuncha berolmayman. Balki mumkin. Lekin mening ko'z qarashim chaqchaq bilan yumur ikkisi ayrim ma'no. Chaqchaq bo'lsa naq maydon. Shu naq maydondagi kishilarniki taqsurqi imkondan mushu naq maydon chaqchaqqa bo'lgan inkas bilan inkas talab qilgan bir xil eg'iz adabiyot bu. Masalan, ishtiklikni talab qilgan inkasning tezligini talab qilgan imkondan mushu naq maydondagi kishilarniki taqdir qarab shularni o'qitish, shundan bir ishtiklikni talab qilgan bir
xalqiy xizmat. Buningda hech qanday oldin repetis bo'lmaydi. Buningda oldin tayyorlik yoki bir repetis, mana mashq degan bir nima bo'lmaydi. Endi yumorga kelsak, xalqchilik qiziqarli voqealarni biz shu qiziqarli voqealarni kuzatish orqali shularni ilib, shuni mubolag'alashtirib, texnik humoristik kulgili qilib, buni kishilarga sovg'a qilamiz. Şu an bu ikki gap, chunki men yumorning tayyorligi bor buning. Buni bir shu yumorni so'zlashdan burun buning tayyorligi bo'ladi yumorning. Masalan, bugun mama yumorlan deyman, mama yumorlan demayman. Deb menda o'zimizning deydigan so'rin qarta deydigan yumorlar, so'rin qarta demaydigan yumorlar bo'ladi. Oldin tayyorligi bo'ldi. Buning oldin tayyorligi bo'ladi. Chaqchaqning tayyorligi bo'lmaydi. Endi meningki bilishimcha siz shu ikki turning ichida yumorga bakrak yamanroq demdi, yumorga bakrak qisroq qo'ymayman. Endi biz mana shu yumorni endi usta deb ketishga bo'lmaydi. Endi biz mana shu marhum ustozimiz Isom Qurbon akaninki yumor so'zlash uslublarini, ovozlarini do'rash orqali yumorchi bo'lib qoldik endi. Endi har kim o'zining ovozi yumoristi bo'lsa, siz nimishga alaymish Isom akamning ovozini do'rab turib yumoristsan bo'lamdi degan qarash o'zingizga qanday bir kelib qolgan? Men burun Isom akamninki shu biz kichik vaqtlarimizda tor deylarini anglatdik. Bu Isom akamning ovozi shunday qiziqardim men. Keyin ancha shu do'rab shu Isom akamning ovozi chiqarib boqay deb, aslida do'rab yurib Isom akamning azri to'g'ri do'ragan bo'lib qoldim. Keyin biz shu Janubiy Shinjongga o'yin qo'yib berib qoldik. Berib men odatdagi bir yumorlarni o'zimning ovozi bilan menda so'zlab chiqsam, qat ancha kuzib ketmaydi-da. To'xtatib, bizgina Isom akamning ovozini do'rab turib, desam, bu haq degan chavoqlarni chilib, shunda qizg'in olqishlanib ketgan ekan. Bu Isom akamning ovozi bir xoslik voqea deb, shuni yaqin Isom akamning ovozini do'raydigan bo'ldim. Isom akam bu vaqtda bir patent o'qiganda hamda talab qilganlar yo'qdi o'tirliqda. Ya Isom akamdan so'rdik, endi buni Akram ikkimiz so'rdik Isom akamni do'raydi desak, Qancha pul bersa deb so'ramadim. Personallar dedi-yu odamlar. Shu Isom akamninki ovozim keyin men Janubiy Shinjong vaqtimizda men Isom akamning ovozini do'rdim. Bizniki Akram Sitvaldi radioni do'ratdi vaqtida. Keyin bu Akram Sitvaldi shu Isom akamning ovozi qiziq kelib, Isom akamning ovozini do'rab, bu yaxshi do'rdi. Meningdan yaxshi do'rdi deb qarayman. Yaxshi do'rab, hozir mana Isom akamning ovozini do'rashda Shinjong bo'yicha birinchi oldin qatorda Akram Sitvaldi yetib boribdi. Endi shu chaqdagi bir qiziqishning turtkisi bilan Isom akamning ovozini to'g'rab, chaqchaq qilishdek bir uslub yaratilib qoldi da bu yerda. Bilib bilmagan asosda. Sen keyin hozir ma davr kelganda nurg'un odamlar do'raydigan bo'lib ketdi. Masalan, ayollarni do'raydigan bo'lib Isom akamning ovozini do'rsak cho'qim kuladi degan bir hukm bor ekancha. Undaqda Javdat, sizmi ham shu faratkamlardan keyingi bir davrlarda yetishib chiqqan, shu chaqchaq avaz qilgan bo'libmi? Shu yoshlar orasida chaqchaq eshitib bir qadar shu talantga ega bo'lgan yoshlarimizdan birisi. Undaqda sizgami mana shu cho'nglarningki chaqchaq etish uslublari, mana shunday holatlari o'rnak bo'lganmi qanday? Men 2008-yildan tortib men sirtqa chiqib chaqchaq qildim-da. Bo'lmasa ham o'zim burun maktabda to'liq o'rtni bitkizib, oliy maktabdan qag'izib kelgan sana shu yernikidan. Endi shu vaqtlarda akamlardan o'qiyotgan mezgillar o'qib kelib, men baramay qoldim. Keyin o'zim to'xtatdim, oilani qiynab qo'ymay degan ideya bo'lib qoldim. Shu jamiyatda judim, o'zim dehqonchilik ishlariga. Keyin So'rmaylarning so'rinlarda bo'ldim. Keyin Jiliznayning so'rinlarida bir so'rinda 2008-yil esimda bor. Chaqchaq shu kuni endi eshaga men o'zim to'y o'ynagan chiqqan, rahinamlik to'y qatnashima deb chiqdim. Qarsam bu so'rinda bola bekchiq, chaqchaq tozi yo'qda, qarsam birlar chaqchaq qilyotdi. Bir xil o'zim to'xtab turam, eshak bir o'zimning maylisdak bir o'tirib boqmaymi degan xiyol bilan işte bir chaqchaq qildim. Ertasidan tortib shu so'rindagi bolalar turpa yuzga chiqdi. Keyin G'uljidagi bolalar bilan tanishdim. Keyin shundan keyin paratkamlar
bayalar berib o'tadiq-yu, ammo paran qilmadim deb bulayliqningdek nim deb qolar deb o'zimni bir xil qo'rqinish tuyg'usi bo'ldi. Keyin mush paratkamlar bor so'rlarda bolalar taklif qildi, "Ma og'ilimiz chaqchaq qiladi" deb baqam bo'lsa dedi. Shu vaqtlarda bu anglab olgan, yumurlan deb baqdim. Keyin shundan so'ralaganda bular voy yaxshi paran qildi deb bular endi ta'lim tarbiyani berdi gap so'zdiki qaysi jihatdan bo'lsa ham shularniki shu gap so'zni ham chaqchaqni menga bular o'rgatmagan bo'lsa menga so'rindiki jamiyatga odamiylikni mush farhatkamlar hibikamlar menga o'rgatdi deb o'ylayman. Unda hozir Javdatning so'zlari chiqib turdi. Paratga mushu chaqchaq qilish endi amniyatda bir o'ynashgan, shu maydonda kayfiyatni ko'tarish uchun ham qilinayotgan bir odatga bir shaklda qilib tursa, ammo bu chaqchaqning o'zi xos mushtaq bir uslubi, tartibi, axloqi bo'lamdi qanday? Buning axloq bo'ladi. Masalan, marhum ustozimiz Isamkam bizga doim tarbiya qildigini, chaqchaqni cho'qim sog'lom qilinglar, pokiz qilinglar. Madina qilinglar, chunki bu ili xalq chaqchaqchi bo'lib deganlar, sizlar bir chaqchaqchi butun ili vakili qilsizlar. Shunga sirtdan mehmonlar kelib qolsa faqat mehmonga oldirib chaqchaqni qilmanglar. Shu so'rada u mehmon shu so'rada o'zi yot biriga. Ikkinchi atrofdagilar tonimaydi. U kirib o'tirishiga uningga chaqchaqqa tushib ketsanglar u yaxshi bo'lib qoladi. Chunki bu chaqchaqni chaqchaq tushundigan, chaqchaqni biladigan odamlar qilinglar, ilmiy sog'lom qilinglar deb biz doim shunday deydi. Buning ilmiligi bor. Endi bu chaqchaqni endi bu ismidan chiqib turdi, chaqchaq deb. Chaqchaq bo'ldi. Bu chaqchaqni shuni biz shu hozir bu so'rovlarda chaqchaqsiz bir mashrablar, chaqchaqsiz bir to'y tutgunlar o'tkazilmaydi. Bu Mo'g'uljida. Mo'g'uljida bo'lma. Shuna hozir kishilarning ongsaviyalar o'sib ketdi. Chaqchaqchilarimizning ongsaviyalar o'sib ketdi. Hozir so'rovlar degan bilan shu sog'lom bo'lgan, yaxshi ilmiy chaqchaqlar bo'lmayapti. Unda paratga shu bunda diqqat qilsam, endi mening bilishimcha shu chaqchaqchilarning hammasining laqam bo'ldi ekan. Şu paratkamning laqamini yo'q deb oldim, Javdat. Meni laqamimni tomoq vaqti deganim mayli. Endi meni laqamimni kelsak, endi bu laqamni kim qo'yib qo'ydiki uqmayman. Endi bu laqam ya otimuras laqam emas. Ba'zi odamlarning laqami masalan bulardan bir laqamlar kala deb qolgan bo'lsa, bolalar kala deb kelib qoldi. Uning borishi shu kala degan laqamni chiqtiliyordi. Lekin mening dadamning unda laqami yo'q-da. Endi meni bu parat boji bo'lib qilishimniki sababim bor. 94-yillar biz shu o'yin qo'ydik, shu Isamkamlar hammamiz shu yangi ham bor mezgilida. Shu vaqtda men u vaqtda yangilik shu g'arbning sayohat filmi Evjahan mezgildi. Shu vaqtda shu Jubajining ovozini do'ratmaymiz masakilda. Şimdi bir 2-3 ay eser oyun qo'ydi. 2 oyda oyun qo'ydi. Shu qo'ljining ichida vaqtlarda o'yinni oylar ma'o televizorlar bek ko'p bo'lmaganki o'yin ko'rish nisbati vaqtlarda ham jiqdi. Shu hammada o'yin kiradi. Shu vaqtda men shu Jubajining ovozini do'ragan. Shuning yoki shu laqam menga zadashi. Isamkamning do'rashini oldidiki do'rashganda shu bir do'rash oldidiki burun shu Jubaji do'ratdi. Shu bir do'rash peshon chiqdi oxirida. Bir do'rash bilganimdan qat yil do'ramanda o'ynadim. So'ng'im do'ramdan maymun qolibdi. Asli baldiroq Isamkam do'rag'amsa, qarab Isamda texnika kelqi nimdaymiz darisi yuqurda qanaqa bo'ladi ekan. Aldarada biri tatdi bu. Javdat beraysan, bunun badanga tushmaydi buni. Bo'ladi, yo'q, quloqni ko'taramaydi. Quloqni ko'tarmaydi, jumtisada. Endi bu doim kulki chaqchaq bilan o'tgan kishi hamda boshqalar kulki chaqchaq ato qilish bilan birga boshqalarning o'ziga o'xshash shunday bir yumorsiz tuyg'uga ega deb o'ylab qolish mumkin. Endi Javdat chaqchaq chaqchaq qilish davomida siz endi ma'lum bir kishilarga o'zingiz afkonliklar bilan chaqchaq qilib, ularningki ko'ngil azor berib qo'yish. Endi bo'ldi, o ishlar bizning beshimizdan o'tdi. U neden bo'lsa, u 10 xil kayfiyat chiqdiga qarab. So'rovlar berib chaqchaq qilamiz. Hamda ayliqningdek ba'zan jihatda balla chaqchaq qilib qolsak,
Rost degandek, ularning chiroy ifodasidan bilvog'ini bo'ladi. Shu yo'sin ishtikli o'tib ketimiz. Uning da'vasak u yerda u chaqchaqning dadini tatamdi. O'z uyidan ko'ngilsiz chiqqanning dadini tatamdi. Yaram qo'ydi ekanmiz. Endi mushu akalarimizniki bu chaqchaqning ustoz deb bular bizga o'rgatmaydi, ammo shu gapi bizga haqiqatan bilimkanda ishtik shu gap akillarga kelib to'xta yo'tkab ketdi deb shu xiyoldan boshqalar chaqchaq qilamiz. Bir maslahat chaqchaqda berib shundaq zodashda keltirib ketdim bir bol ko'zimga kirilib chaqchaqda yana ham jututdan bo'ladi ekan bu bol shundaq zod keltirib ketdim bir orliqda bugun mashad ketkinan endi mening so'qish niyati yo'q ekan ketkinani bir ko'rib boqay deb shu mening oyog'im tashvitdi-da oyog'im tashvitga shu kashqurligi bu bolalarga işte oyog'im yo'qtirdi desam o abam chiqib ketib boradi shu işte oyog'im tashvitga o'xshaydi dedi bo'ldi deb shundan keyin to'ygan bol ishadin bir lanxay etdi o'ziniki uyda kiyayotgan lanxayga shuni kiyib uyga yenkasam Ettigerlik dadam manlardan aldığında başta deydi. İşte mesleğe kişi geldi mi sen dadam kız jığıp ekili ve şarık değişip ne de göstermez mi? Şu andaki şu turup külgüm kep geldi keyin öz dedi hem de birisini çıkıp teyip koyup sen de dedi. Vay ya bunda emas. Desem şu andaki hem dikkat kıl dedim. Ulan ama belki manqıgan çaqçığı dep oylayma. Hem de eşyada dilim azar verip ya meni bir silkip koygan bolsa belki man azap bolup kelişi mümkün. O ayaqdan qarayçaqlık aşnan olalla oturluğumuzdaki adalet jüyüldü dep oylayma. Hem de çaqçaq bilan ötüp atkan her bir turmuşda sizlar özüңләп kelgan her qanday bir besimni o çaqçaq deb o'ylab ötküzüp etiş bu bir xil psixik sapa deb o'ylayman. Hem de şu çaqçaq bo'layotgan so'rindagi shu kishining kayfiyati, chiroyi ifodasi, hatto bir kichik qo'l harakatlariga qarab turib muomala qilish bo'lgankan bu çaqçaq o'zining bir universal xarakterli xeyli bir aqliy iqtidor cho'ng bir inkaslab qilgan bir ishkan deb o'yladim. Undaqda şu Cevdet'in dedi adi mektep imtihan verip ötken bolsam mı hem deyilaqi beriş imkaniyetim bulmadı deydi. Paratka siz mi mektepte 5 yaş okup 2 yaş adi mektep imtihan verip bağımlıgan da bağlayın? Vay ben yaxşı oqamadım. Menin neymiş şu 8. sınıf kiçi okup 8'nin uyaqıga 2 yıl qaldım. 3. yılı 9 qalında küçük qaldım küçük qaldım erkini. Küçük qalib kitaplan takip oldu bizge. O koşan ögeme badem, köştüm ben koman eder. Bu da adamlar işenme diyoruz, kanda köştüm öysel dedi. Köştüm komana 9 okuyman der. Bir hepte okuğandı keyin bir gün malım kırıptı. O jurnal depten içip meyede bir hatalı olup kaptı vallahi dedi. Jirgim. Bir üçlü tonla varken meşedi, bir sınıfta hata köşk kapsıla. Yaman elem oluyor ya bu 9'ın köşk boğardan 8 güç geçsin bize. Birincisi gibi benim ismimi ataldı Mehmet Berat Hoca'hmet. Hata köşk kapsıla dedi. 8 bölüp verilsin dedi. 4 yıl okumanda tekildi. 4 yıl kızdan burum. Tenter ve malım yiyin keptike. Kepli beni odaşlı demez mi? Malımla daha küçük çıkarttım ben. Malımla kartım bez malımla odaşlı dedi beni. Bu müzik okulumuz. Yani o kattım gelmez. Çıkarttım. Okuyanmay çıkıp yedim. Şununla meğelde şu birkaç yıl gittim arlıqlarda. Bu dadam degenin o yaman zehirde gap oldu ben o dadam. Rahmetli kima. Muşu dadam dettemez mi? Muşu ben de kim bika desem birgimiz muş parat bika, sen bika. Yani birgimiz rahmetin kar içti. İçkin var. Bika balam derken. Ey balam sen bir yılda yaş kılıkırsa başka işim yok senin. Onun kendin bu bikacılıkta kosak mı acılkende vay muşu nan degenine çini sep muşu arlıqlarını koymaysan men kedim lan o çek oturup sevetken eken dadam turip gitip balam silevet şamal etketmişsin çayga şuna zahar gap oldu da Yumur diyanetlendi kesipleştiriş bir nana birmiş ıqsashundas akımız bilan bir söhbetde shunday qarang bo'lib qoldi. Hamma kishi avtishliqlarning sodi usta, sodi maharati yuqori deb qaraydi. Ammo mush eliliqlarga deb qo'l qo'yma. Mushu chaqchaqni, yumurni pulga aylantira olgan, mushni iqtisodlashtira olgan
kishilar bo'lganki, bularningki iqtisodiy intayin yuqori deb qarayman. Chunki Elidan boshqa yerga gapni pulga sotolmaydi deganda shunchalik bir xil suyunib qoldi. O meni kichik vaqtimda opam mashtata tilat emasmi, gap sotma bo'ladi. Hozir chekvotimizda mana. Gap sotamiz hozir. Shundaqmi? Demak, bu Elininki bu xazonalar. Bu xazonalar buni hozir bu butun Şinjandan umilishib ketdi bu. Endi bu masalan biz shunda bir so'rovlarni qizitib, chaqchaqib shu mehmonlarning ko'nglini olimizda olgandan keyin shu mehmonlar bizga nisbatan bu pul berish degan bizni hurmatlab, bizga bo'lgan rahmatini bildirib, bizga madad berib, biz shunda bir qisqa bilan mundaq bir Faradam shu yumur so'zlaganlarningki eg'izi qarab bir kun ondaq bo'lganda, bir kun maash uchirgandim degan gaplarni boshlab nurg'ulga qiziqarli kishilarga so'zlab berib kuldirdi. Endi mushundan qaraganda, shu yumursiz chaqchaqchilarga doim shunday qiziqarli kishilar uchrab turamdi. Endi bu yumur so'zlagan cho'qim vaziyatni kuzatimiz. Masalan, mahallada bo'lgan mahalladagi qiziqchi odamlardan paranglashimiz, shularning ba'zi bir paranlarini ilib onu mubalağalaştırıp, külkülük kılıp, onu biz başka bir sorunu tepkirimiz. Şunu biz etrafını, cemiyetini, her kanda bir şeyden küstümüz demez mi? Neymiş kısan şundan piyedi bol kadar adet geldi için bir kültüye. Bu yumurunki yaman yeri nakşa okşamaydı. İlle kadar nakşadan kapkara gözlük kiyen nakşa Hazır itilatı nurgun yıllar oldu ki itilatı da hazır yaptırıp anlaydı onu. Hatta kapkara kübüzün bir itanlara talep kılıyordu. Lakin yumurunu bir kıtım deyimiz, ikinci kıtım helik yumurunu depperenlere de talep kılmaydı. İkinci kıtım bu yumurunu desek, vay kona, bel öğrense, yemin digine de bunu mu şunda kıtım. Sakış mıdır da ben kıs kılken bir kıtım da ikinci kıtım sisiydi kalan o. Kulpınek. Yeni olmaydı kalıp gitti. Meşli oldu yumurlar. Bir yerga bir telefon gelip bir so'rov tekib qisıl boshqa etikanda onda bizni qizlar sira ketimiz bu so'rov qaysi kunga kelsan bo'ladi debsizlar. Shu qaysi kunga may yumur desak bo'ladimi, man desak bo'ladimi? Man desak ko'nib qoladimi deb shu buningmi qiyinchilik ama ig'ir narsa bu yumurning bo'qma. Demak, vaqtchalik va cho'qim yengilab turishingiz davriga mos. Shu yengilab turishimiz kerak. Məldə bo'lgan bir qiziqishni cho'qim budak bir to'yda budak bir o'tirishlarcha men ma yumurdan deyman deb shu tayyorlab qilib berishimiz kerak. Shu zaman qog'ozga yozib olamiz. Yo'q, qog'oz emas, u yozish ketmaydi. Bu qalbimizga singdiramiz, kendini singdirib, buni bunday qiziqarli qilib, shuni. Buning uchun cho'qim shu es tush qobiliyatinglarni yuqori qilib, sezgir turib, chunki mushuk kasbniki Muşuk bizim kesbimiz olan ki biz muşunun peygamberimizde biz nakşı onun okşamaydı yani nakşlar mesela bir nakşın 4-5 kete temde ki bir yıl hatta 10 yıl esim o bir konurmaydı nakşlar o. Lakin bu yumur bir neketin anında ikinci kıtım konuraydıgan yaman diye. Yaman şu. Köpçilikning haqiqiy yuqori haq berib alaydı hurmatlab mushu taklif qilishning ki menimcha haqiqatan qiymati zo'r deb qardim chunki har vaqt shuning uchun tayyor turilgan shu holat tursa ekanmiz. Bo'ldi, rahmat. Bugun har ishchilarga aniq maydondagi tomoshabinlarimiz bo'lsin, ekran oldidagi tomoshabinlarimiz bo'lsin. Yana bir qitimliq kulgu huzuri ato qildinglar. Shunaqla suyimli ustozimiz Isom Qurbon akani hammamizningki yodiga bir soldinglar. Sizlarga yana bir qitim rahmat aytish bilan birga buningdan keyingi har bir bosgan qadaminglarningki texnik kulk chaqchaqqa, xo'shallikqa, shodlikqa to'lishini shunaqla sizlar bo'lgan har bir yerdinki hozir bo'lsin-u kulkiga to'yga aylanishini chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat.